Hurmatli tikuvchilar, bugungi darsligimiz orqali kostyum yoqani modellashtirish va uni tikish texnikasini o'rganamiz. Buning uchun siz ishlatib yuradigan asos andoza kerak bo'ladi va keyingi qiladigan ishimiz birinchi tugma joyini belgilab olamiz. Yelka boshidan mijoz xohishiga qarab qiyalashtirgan holatda o'lcham qo'yib olamiz va keyingi ishimiz 2 sm tugma haqqi belgilab olishimiz kerak. Belgilab olgan birinchi tugma haqqimizni belgilab qo'yamizda, keyingi ishimiz bo'yin o'mizi, mana bo'yin o'yinimiz turgan joyi standart bo'yicha sizda necha bo'lish kerak shu turibdi, lekin bu o'lchamdan yana 1 sm birozgina ochib olamiz, chunki bu modelimizda aynan bo'yinga juda yopishib turishi kerak emas. Chunki yoqa, kostyum yoqa bo'lganligi uchun kostyumni tagidan albatta kiyim kiyiladi. Shuni hisobga olib, birozgina erkinlik berish maqsadida 1 sm ichkariga kirib chizma chizib olamiz. Va mana shu chizmadan 2 sm yonga yurib, mana bu chiziqlarni o'zaro tutashtirib olamiz. Bu qismni chizib olgandan keyin tepaga chiqish chizig'i sifatida mana bu o'lchamni o'lchab olishimiz kerak. Bunda bizga xohlang santimetrni aylantiradi, xohlang mana bu aylanadigan lineykangiz bo'lsin, o'sha bo'yicha o'lchab olib, bizning holatimizda 9 sm chiqdi. Mana shu belgidan 9 sm yuqoriga chiqib olamiz. 9 sm chizib oldik. Kostyum yoqamizni latskin chizig'i bilan mana bu tugma haqqimiz tutashgan chiziqdan bizga kerak bo'ladigan yoqa kengligini qo'yib olamiz. Mana shu kesishgan nuqtani topamiz va mana bu chizmadan bu chizma orqali taxminiy chiziq tortib olamiz va bizga kerak bo'ladigan o'lchamni qo'yamiz. Men bu tugma chizig'idan tashqari yana 2 sm kengayishni lozim topdim. Mana bu o'rtadagi chizmadan yana 2 sm yonga yurdik va mana shu qo'yilgan nuqtadan latskin chizig'i tugagan joyiga tutashtirib olishimiz kerak. Bunda siz xohlang to'g'ri lineyka yordamida chizib oling, modelni siz o'zingizni xohishingiz xohlang, birozgina figura bering. Bu ham har bir masalan tikuvchini o'zini xohishi. Men birozgina qiyalashtirgan holatda chizaman, chunki chiroyliroq chiqadi. Mana qiyalatgan holatda chizmamizni chizib oldik. Endigi qiladigan ishimiz tepani chizib olishimiz kerak. Yoqani orqa qismini chizib olish uchun mana bu chizmalar orasida 90 gradusli burchak hosil qilib, liniya tortib olamiz. Taxminiy hozircha mana chizib qo'ydik. Endigi qiladigan ishimiz mana shu kesmaga parallel sifatida yana bitta chizma chizib olamiz. Mana bu chizmamizni 2 sm yonga qiyalashtirgan holatda chizib olamiz. Biz mana bu chizmalarni to'g'ri chizganligimiz uchun bizga sirkulni kerak yo'q. Shu 2 sm yurilgan chiziq bilan mana bu yerdagi chizmani tutashtirib olamiz qiyalashtirgan holatda. Keyingi ishimiz bu chizmadan yana 2 sm yonga yurib, orqa yoqamiz aylanish hisobini bu yerdan olib, mana bu oxirgi nuqtamiz bilan tutashtirib olamiz. 2 sm yurdik, yana 2 sm yurdik. Mana shu oxirgi burchakdan lineykamizni ushlab 90 gradusli burchak hosil qilib, mana endi bizga kerakli erkinlikni berib oldik. Keyingi ishimiz bu chizmadan 3 sm yonga yurib tutashtirib olamiz. Ikkita chiziqni-da. Endigi qiladigan ishimiz mana bu yoqamizni xohlang o'rtasidan oling, xohlang birozgina yonroqdan yuring. Bu
albatta har bir tikuvchini o'zini xohishi, sizni modelingizdan kelib chiqqan holatda chizishingiz mumkin. Men ko'pincha mana shu yoqalarni teng o'rtasini olishni ma'qul topaman, chunki chiroyli chiqadi. Mana bu nuqtadan xohlang 1 sm ko'tariling, xohlang 2 sm ko'tariling. Mana bu oraliq, ya'ni xalq tilida qaychi yoqa deydi. O'sha oraliqdagi qaychisi siz xohlagan kenglikda, ya'ni 3-4 sm gacha olishimiz mumkin. Men o'rtacha 2 sm oraliqda ochaman-da. Mana bu chizmamiz bilan uzuq chiziqlar yordamida tutashtirib olaman. Mana ko'rib turganlaringizdek, orqa yoqa tayyor bo'ldi. Bunda xohlang mana bu kesimimizni burchakli qilib olishimiz mumkin. Mana orqa yoqa. Xohlang mana bu qismini birozgina aylantirib olasiz. Mana ko'rib turganlaringizdek yoqani chizib oldik. Endigi qiladigan ishimiz mana shu chizmani millimetrovka qog'ozda ko'chirib olamiz. Bo'yin o'mizidan 1 sm ichkarini belgilaymiz. Orqada ham 0,5 sm pastga tushamiz. Bo'yin orqa bo'yindan va mana shu old bo'yin o'mizidan 2 sm yonga yurib belgilab oldik va bizga kerak bo'ladigan ochiqlikda belgilab olamiz. Ya'ni 18 sm ekan, 17-18 mijoz xohishiga qarab belgilab olgandan keyin 2 sm tugma haqi qo'yib oldik. Va mana shu nuqtalarni o'zaro tutashtirib olamiz. Tutashtirib oldik. Keyingi qiladigan ishimiz mana bu o'lchamni o'lchab olamiz. Doskada o'lchamlar doim ham aniq chiqavermaydi. Shuning uchun buni o'zidan o'lcham olganimda 9 sm chiqdi. 9 sm belgilab olaman-da. Mana shu chizmani davom ettirib qo'yaman. O'zim uchun yordamchi chiziq sifatida chizma chizib qo'yaman. Bu yerdan ham mana shu chizmamizga parallel sifatida bu yerda qancha o'lcham qolsa, mana shu yerda ham shuncha o'lcham qolishi kerak. Shunga e'tibor qilgan holatda chizma taxminiy chizib qo'yamiz. Keyingi ishimiz mana shu o'lchamdan parallel sifatida mana bu chizmamizga chiziq tortib olamiz. 2 sm-lik va mana bu chiziqqa tutashguncha tutashtirib oldik. Nuqtalar bilan belgilab olamiz. Keyingi ishimiz bu nuqtadan bizga yoqa kengligi kerak bo'ladigan o'lchamgacha chiqib olamiz. Ya'ni men boya ko'rsatganimdek, mana bu chizmadan 2 sm yonga yurdik va aynan chiziqni o'zi bilan emas, men 1 sm yuqoriga chiqishni ma'qul topdim. Tutashtirib olaman. Nuqta bilan belgilab, mana bu latskin chizig'imiz bilan tutashtirib olamiz. Bunda bizga mana bunaqa figurali lineyka asqotadi. Tutashtirib oldik. Ana endigi qiladigan ishimiz orqa yoqani chizib olishimiz kerak. Buni boshqa rangdagi flomasterda chizaman, sizlarga tushunarli bo'lishi uchun. Endigi qiladigan ishimiz mana bu chizmadan 2 sm yonga yuraman. 2 sm yonga yurib, mana shu chizmamiz bilan tutashtirib olaman. Keyingi ishim bu chizmadan ham 2 sm yonga yurib belgilab olaman va mana bu yerdagi 2 sm tugagan nuqta bilan o'zaro yalikda tutashtirib olaman. Va keyingi ishim mana bu burchakdan, oxirgi chizig'imizdan 90 gradusli burchak hosil qilib ko'tarib olaman. Keyingi ishim latskin, ya'ni yoqamiz qayrilish chizig'idan bizni xohishimizga qarab 3-4 sm kengayishimiz mumkin. Hozirgi holatimizda men 3 sm kengayishni lozim topdim va keyingi qiladigan ishim mana bu
yoqa kengligimiz bor. Shuni xohlang, boya tushuntirganimdek o'rtasidan oling, xohlang birozgina chetroqqa chiqing. Bu sizni o'zingizning xohishingiz. Men ko'pincha mana shu chizmani teng o'rtasidan chiziq tortishni yaxshi ko'raman. Chiroyli chiqadi shunda. Keyingi yoqamiz, o'sha yoqani qaychi sifatlisi bilan tutashadigan joyi. Xohlang 1 sm yuqoriga ko'taring, xohlang 2 sm. Ba'zi kishilar umuman xohlamaydi o'rtada ochiqlik qolishini. Bu sizni o'zingizning xohishingiz. Men bu yerda 1 sm o'rtada joy qoldirib, chiziqlarni o'zaro tutashtirdim. Mana bu yoqalarning uchi bir xil kelishi mijozni yoki sizni xohishingizga bog'liq. Xohlang bu chiziqdan birozgina qisqaroq qilib olishingiz mumkin. Bu chiziqgacha tutashadigan. Xohlang aynan uchi bir xil kelishi ham xato emas. Va mana shu chiziqlarni o'zaro tutashtirib olamiz. Mana endigi qiladigan ishimiz, ko'rib turganlaringizdek, mana bu yerda burchak hosil bo'ldi. Tikish paytida xohlang mana shu qismni siz aylanaroq qilib oling. Bu sizni o'zingizning xohishingiz. Xohlang burchakli qilib oling. Ikkala holatda ham xatolik yo'q. Hozir biz buni aynan orqa yoqani kalka qog'ozga ko'chirib olamiz, qolgan qismini qirqamiz. Ana endi qirqish vaqtida qayeridan qirqamiz? Bizga old padbord qismini oladigan bo'lsak, mana bu qism bizga kerak bo'ladi. Shuni belgilab olamiz. Mana shu qismda birozgina to'qlashtirib chizamiz. Yoqa qismimizni kalkaga ko'chirayotgan payt mana bu holatda chizib olamiz. Mana orqa qismiga yaxshiroq e'tibor qaratamiz. Xohlang burchakli, xohlang aylana qilib oling. Mana bu yerda agar biz yoqani o'zida qirqib oladigan bo'lsak, bo'yinda yopishib turadigan mana bu yerdagi 1 sm ni qirqib qo'yamiz. Shuning uchun buni alohida qirqib olishimiz kerak. Mana orqa yoqani chizishni boshlaymiz. Kalka qog'oz juda ham qulay bostirib olish uchun. Modellashtirish paytida ham asqotadi. Bir-biri ikkita yoqa bir-biri bilan kesishadigan joyini mana bunday qilib o'zlaringiz uchun belgilab olinglar. Bu yerda ham, pastki qismda ham belgilab oldim. Mana skotchlab ko'rsataman. Xayrlash va orqada aylanish haqqi bor. Qayerda tortishish bo'lmaydi. Mana shu holatda bo'ladi. Endi buni matoda bichamiz. Mana e'tibor berib turgan bo'lsangizlar, mana bu yerda orqa yoqa 1 sm ga o'tgan. Agar men shuni olib tashlaganimda, bu aylanish haqqini ham birga qirqib tashlagan bo'lardik. Shunga e'tibor beramiz.
Ana endi padbord qismini biz dublerinlab oldik. Keyingi qiladigan ishimiz latkin chizig'ini belgilab olamiz. Endi aslida o'chadigan ruchka bilan chizishim kerak, lekin dazmolda o'chmasligi va sizlarga yaxshiroq ko'rinishi uchun oddiy siyohli ruchkada belgilab oldim va lineyka yordamida chizib olaman. Mana endi mana bu holatda tutib olib, mana shu chizig'imizni birozgina kirtim berib olamiz. Kirtim berib oldim. Bu vitichkadagi bu yerdan tikib olamanda, mana bu chizig'imizdan tashqaridagi qismiga hozir lentali dublerin bilan yopishtirib olaman. Nima uchunligini sizlarga hozir tushuntiraman. Padbord qismimizni dublerin qilib oldik va keyingi qiladigan ishimiz mana bunaqa tasma yordamida bularni ishlov berib olamiz. Bunda bizga choklarimiz juda cho'zilib ketmasligi uchun qo'l keladi. Buni ikki xil ko'rinishi mavjud. Bu kasoy bichimdagisi tortgan payt cho'ziladi. Bir xil ko'rinishi esa umuman cho'zilmaydi. Bu to'g'ri bichimda bo'ladi. Hozir biz mana shu kasoy bichimidan foydalanamiz. Mana bu qayrilish joyiga bir barmoq qoldirib yopishtirib olamiz. Chokni aynan uchida emas, chok o'rtada oladigan qilib 1,5 santimetr joy qoldirib yopishtirib olamiz. Qayrilma joyda qilinadi. Bo'yin burchagida ham yopishtirib olamiz. Endigi qiladigan ishimiz yoqamizni qayrilib turishi uchun burchak qismidan 1 santimetr joy qoldirib, bitta dazmolda yopishtirib olamizda, keyingi ishimizni birozgina tortibroq yopishtiramiz. Bu o'zi qayrilib berish vazifasini bajaradi. Endigi ishimiz keyingi tarafida ham xuddi shu ishni qilib olamiz. O'zi aslida mana bu qismiga cho'zilmaydigan kantdan foydalanishimiz kerak, lekin bizda uni oq rangi bo'lmaganligi uchun mana shu kasoy bichimdagisidan foydalandik. Bu yerda ham bitta yopishtirib olamiz va tortibroq
burchagini chiroyli chiqarishiga e'tibor qaratamiz. Orqa bo'yin o'yindisiga ham yopishtirib olamiz. Bizni matoyimiz nisbatan qattiqroq bo'lganligi uchun bu choklarda yopishtirib chiqmadik. Cho'ziluvchanligi bor matolarda albatta mana shu choklarda ham yopishtirib chiqing. Birinchi bo'lib tikishimizni mana bu vitichkalarni tikib chiqishdan boshlaymiz. Ko'p tikisha olmaymiz, chunki bu qayirib turish vazifasini bajarish uchun qo'yganmiz. Umumiy hisobda 1,5 sm tikishga olsak yetadi. Vitichkamizni tikib olganimizdan so'ng yon tikishlari bilan tutashtirib olamiz. Yonchoqlarni tikamiz. Mana bu dublerin va lentali dublerin yopishtirib olgan bo'lagimizni asosiy yuzga chiqadigan qavat qilib olamiz. Yoqamizda o'rta qismlarini belgilab olamiz har ikkala tomondan ham. Endi tikishni boshlaymiz. Burchaklari bir xil chiqishiga qattiq e'tibor qaratamiz. Mana shu burchak qismiga tortib olishimiz uchun ip qo'yib tiksak maqsadga muvofiq bo'ladi, qiynalmaymiz. To'g'rilab oldim. Tikish jarayonida qachon ikkita ip o'zim uchun uzib oldim. Tikish paytida qachon foydalanishimni ko'rsataman. Boshladik. Yoqani burchagini bir xil chiqarish uchun qiziqarli ma'lumot deydimi, lifehack deydimi, mana shu burchagini chizib oling o'zingiz uchun. Qolgan qismida adashmasangiz ham mana shu qismda ko'pincha adashish mumkin. Shuning uchun belgilab olaman har ikkala tomondan. Endi tikamiz. Endi mana shu burchakka kelganda tikib oldik va ichkariga tashlab olamiz. Ikkita tarafini ham bir xil ushlashga harakat qilamiz, chiqib ketmasin. Va aylanamiz. Matoyimiz bunaqa dublerini yaxshi ushlamaydi.
vorslik materiallarda yaxshi yopishib oladi, o'rnidan qo'zg'almaydi. Hozir bu qattiq mato bo'lgani uchun darajada yaxshi ushlamayapti. Zakrepka qilib olamiz. Burchaklarni bir-biriga solishtirib ko'ramiz, bir xil. Keyingi ishimiz yengillatib olamiz. Mana bu choklarimizni ham yengillatib olamiz. Qanaqa qilib tikkanimni ko'rishlaringiz uchun birozgina balandroq ipda tikishga harakat qildim. Keyingi ishimiz yoqamizni ag'darib olamiz. Yoqamiz burchagi oson chiqdi. Mana ikkala tomondan ham burchagimizni chiroyli qilib chiqarib oldik. Endi buni ichkari tomonga bostirma berib olamiz. Endigi qiladigan ishim yoqani ichki tomoniga bostirma berib olaman. Burchaklarni chiqargandan so'ng yoqamizni qo'l chokida tikib olamiz. Kiyimga ulanadigan qismidan birozgina ichkariroqdan tikishni boshlaymiz. Bir qavat ipda tiksangiz bo'ladi. Mana ko'rib turganlaringizdek qo'l chokida ko'klab oldik. Aynan mana shu holatda tikilishiga e'tibor beramiz. Tekis emas, yonlamasiga. Agar siz tekis tikadigan bo'lsangiz, bir-biriga yig'ilib, bir tomonga zalom yig'ilib qoladi. Shuning uchun mana shu yonlama tikishga odat qiling. Mana burchaklar bir xil. Mana endi yoqani dazmollash texnikasini ko'rsataman. Buning uchun mana bu bo'yinga yopishadigan qismini cho'zmagan holatda aynan o'zini uzunligi bor bo'yi to'g'rilab olamiz. Cho'zmagan holatda mana shu ko'z chamalisida chamalab oling. 2 sm joyini dazmollaymiz. Cho'zmagan holatda. Endi qiladigan ishimiz
o'rtadagi hosil bo'lgan chiziqqa e'tibor qilmagan holatda faqat mana shu qismini dazmollab olamiz. O'zi qayrilish kelib chiqadi shunday dazmollagan holatda. Bu yog'ini dazmolladik, yonini dazmolladik, o'rtaga dazmol tekkizmadik. Endi tikamiz. Yoqani tikish uchun kiyimimizni orqa qismida o'rtada chok bor, u o'rtadagi chok bilan rasechkamizni tutashtirib tikib olamiz. Alohida. O'rta rasechka qismidan ikki tomonga qaratib tikib olamiz. Mana bu burchakka kelgandan keyin belgilab olamiz-da, zakrepka berib, mana shu burchakka rasechka berib olamiz. Mana shu holatda orqa qismimizni tikib oldik. Ana endi padbordni bu yoqaga ulab chiqamiz. O'rta chokini topib olamiz rasechka yordamida. Padbordimizni ulab olamiz. Hozir alohida yoqalarni tikib olamiz. Oxirida birlashtirib tikamiz. O'lchaymiz. Yelka qismi yelkaga kelishini hisobini olishimiz kerak. Burchakni bulavkilab oldik. Bu qismda ham xuddi shunday yelkani yelkaga kelishini o'lchab olamiz. Mana bu padbord qismini burchagiga kelganda tikib, bitta zakrepka qilib orqaga qaytamiz va rasechka qilib olamiz. Yoqamizni aylantirib olish uchun faqatgina padbord qismini o'zidan yoqaga tegmaymiz. Mana shu holatda tikildi. Mana endi mana bu qismni ham tikib olsak bo'ladi. Padbordni padbordga ulab yoqani tikayotgan payt birozgina ichkariroqqa olamiz, chokka kirib ketmasligi uchun. Mana doimgidek burchagini chizib olish, yoddan ko'tarilmasin. O'rta qismdan boya aytgandek ikki tomonga qarab tikayotgandik. Bu yoqani eng oson tikish yo'li. Noldan kelgan o'quvchi ham tika oladi. Faqat texnikasiga e'tibor qaratsak bo'ldi. Bu yerda ham burchakni belgilab olamiz.
zakrepka qilib olamiz. Va mana shu burchakni, bu ruchka bilan chizilgan burchakni to'g'ri kesishga qattiq e'tibor qaratamiz, chunki mana bunday aylantirib olishga yordam beradigan kesim mana shu hisoblanadi. Shu holatda tikib olamiz. Mana shu chopgacha kelishi kerak tikishimiz. Zakrepka qilib chiqamiz. Mana endi men bu burchaklarni bir-biriga to'g'ri ushlab olamiz. Ichkaridagi yoqqa chokka kirib ketmasligiga e'tibor qaratgan holatda burchakni men bu burchak bilan bir xil chiqishiga e'tibor qaratib, bir xil qilib chizib olamiz. Mana bu qism ikkala yoqqa birlashgan qismni yaxshiroq zakrepka qilib doimgidek burchaklarni yengillatib olamiz. Bu burchakda ham endiga qiladigan ishimiz ikkala tomonini bir-biriga ulab tikib olish. Ichkari tashqi tomonini olib qo'yib, ichki tomonini uvastkilab olamiz. Mana aziz obunachilarim, ko'rib turganingizdek kostyum yoqani tikib bo'ldik. Eng oson usulda modellashtirish va eng oson usulda tikish texnikasini ko'rsatdim. Kommentariyada sizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa yozib qoldiring va obuna bo'lishni unutmang.